Opa şu keçeni bir qo'shqonimdan keching. Bilmasdan to'kib qo'ydim, tavba qildim. Voy unday dema ukajon. Hozir shen sifatda yuvib beraman. Yo tavba, minchagina narsaga urib pul ham chiqarib tashlading opam. Qanday bunday milayam xunuk bo'lib qoldi? Ya buga soch kelyapti, aya. yo'q, opam bugun ro'za tutgan. Yomon gapir bo'lmaydi, og'zi ochilib ketadi. Opa Roza uka arqonni izlab o'pdik bu yog'i. Yillik alamlarni olaykanmizda. Ukajon, mana endi qo'lim muzlab artyapman men. Oyog'ingizdagini yechib kiring. Xohlagancha kiraman. Ming'illama, indamay Tushunmadim. O'ylab tutqanimiz ochilib ketadi. Ichingiz achimaymi, opa? Bor ukajon. Ha, shunday bo'lsin. Sen qolgan joylarni ham tozalamalay, men borib bitta to'p o'ynab kelay. O'lay deb supurgan joyimni nima qilyapsan? Supurgan joyingizga musor to'kilibdi. Yana to'kildimi? Zing'illatib supuring qani. Ro'zangiz ochilib ketadi-ya. Xo'p bo'ladi ukajon. Oh.